Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda Tracker 1 avtomobili 1.8 motor bilan jihozlangan, 2020-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza ekan, bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bitta joyida, bitta eshigida pitno bo'lishi mumkin deb aytishdi, lekin men ko'rmadim. Ko'rib tekshirib olasizlar. Xo'p, beskulchoyda o'z tuplari bor, salon holatlari zo'r, svejiy holatda turibdi. Yurgan probegi ham zo'r, 61.000 kilometr. Mana bu antiradarni ham bonusiga qo'shib beraman deb aytdilar. Salon holatlari ham tiniq ekan. Mana sidenalari, korobkalari soatda ishlab turibdi, konditsionerlari bor, o'zini magnitofonlarida. Xo'p, 61.000 yurgan. Xullas, holati zo'r. 2020-yil Tracker 1. Balon holatlari ham yaxshi, kuzovlari ham chaqa-chuqa joylarini ko'rmadim. Mana mashinada ozgina myatini chiqarganmi, ozgina ezilgan joyi bor, bilinayotgani yo'q. Shuni balkim aytgandirlar. Tak, qolgan hamma joyi idealni ko'rib tekshirib olasizlar. Eng arzonida 11.350.